ikkita Matiz chiqib qoldi. Xolasiz Mix'i, xolasiz Best'i. Qaysi biridan boshlaylik? Mix'idan boshlaymiz. Mashinamiz motor hadoyida umuman ishi yo'q deyaptilar. Mashina kraskalari bunday asfalt yengil, suvaylari butun deyaptilar. Mana holatlari yaxshi. Xohlagan hujjatingiz bo'ladi. Xolasiz notariusda nomingizga ham o'tkazib berishaveradi. Daverni ham berishaveradi. Chexol polilari bor, ko'ylari bor. Mashinamiz 500 ming yurgan. Yili necha edi bu mashinamizni? 2012-yil ekan mashinamiz. Espero rollarda mana. Shoxlari bor. Mashinaning saripi yo'q inshaalloh. Metan gazda jihozlangan mashina. Istarali mashina. 4 yumshoq balonlari bor. Narxi-chi buni narxi? Narxi necha pul narxi? Taqalgani 27 ga beramiz. Taqalgani 27 ga berar ekanmiz. 2012-yil. Yaxshi. Bestimiz bor mana. Motor hadoyida buni ham ishi yo'q ekan. Kraskalari 20% deyaptilar. Attabatta balon holatlari yaxshi. Bu ham xohlagan hujjat bo'ladi. Olasiz nomingizga, olasiz daveriniz. Bez shoxlarigacha bor mana. Chexol poli, kori, spark rullarigacha bor. Mashinamiz 220 ming yurganmi bu? 223 ming yurgan ekan. Yili 2011-yil ekan. Ashkalari yaxshi holatda turibdi mashinaning. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Bu ham mashina metan gazda. Buni ham yaxshi qarab berish kerak ekan. Buni narxi ekan, buni narxi. 3400 ga beramiz. Oxiri 3400 ga beramiz deyaptilar. Egalar nomerini pastda qoldiraman. Aloqaga chiqib baraka qilishlari mumkin. Telefon raqamingiz aka? 91 652 652 71 71. Telefon qilib baraka qilishlari mumkin. Hammaga dokument chiqaveradi.